Bugun biz yurtimiz hayotidagi eng muhim sanalardan biri O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun, ya'ni 8-dekabrni keng nishonlamoqdamiz. Konstitutsiya davlatimizning bosh qonuni, xalqimizning erkinligi, huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi mustahkam huquqiy poydevordir. 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan ushbu tarixiy hujjat yurtimiz taraqqiyotining asosiy yo'nalishlarini, jamiyat va davlat tizimining bosh tamoyillarini belgilab berdi. Bugun konstitutsiya isloh qilinib, yangicha mazmun kasb etmoqda. Prezidentimiz tashabbuslari bilan amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohotlar inson qadrini ulug'lash, adolat va tenglik tamoyillarini amalda ta'minlash, xalqimiz farovonligini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, mamlakatimizda so'nggi yillarda aholi xizmat ko'rsatish tizimini yaxshilash, davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish, iqtisodiyotni erkinlashtirish, yoshlar va tadbirkorlar uchun keng imkoniyatlar yaratish bo'yicha tub o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Bugun konstitutsiya nafaqat qonunlar majmui, balki xalq va davlat o'rtasidagi ishonch ko'prigi, yangi O'zbekistonning mustahkam poydevoridir. Ushbu jarayonlarning barchasida sohalar singari Hudud gaz Jizzax gaz ta'minoti filiali ham o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Bugun Hudud gaz Jizzax gaz ta'minoti filiali aholiga sifatli va uzluksiz tabiiy gaz yetkazib berish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, xavfsizlik me'yorlariga rioya qilgan holda xizmat ko'rsatish sifatini yanada oshirish ustida izchil ishlamoqda. Konstitutsiyamizda belgilangan inson manfaatlari, farovon hayot va qulay sharoit yaratish tamoyillarini amalda ro'yobga chiqarish bizning asosiy vazifamizdir. 8-dekabr Konstitutsiya kuni barchamizga muborak bo'lsin.